Bugungi kunda ichki va tashqi bozorlarda raqobat nihoyatda kuchli. Unga bardoshli va samarali faoliyat yuritish uchun esa reklama sanoati muhim vositalardan biri. Biroq mahsulotlar xaridorchiligini oshirishning belgilangan tartib-taomillari mavjud. Xo'sh, bugun O'zbekistonda yuridik va jismoniy subyektlar tomonidan sohaga oid qonunchilikka qay darajada rioya qilinyapti? Raqobat qo'mitasi tomonidan reklama bozorini tartibga solish borasida qariyb 45 mingta o'rganish o'tkazilgan. Ana shu va boshqa faktlar bilan navbatdagi sharhimizda tanishishingiz mumkin. Reklamalar soni kundan kunga ortib bormoqda. Televideniyada, internetda, ko'chada, telefonlarda. Ayniqsa so'nggi paytda onlayn savdolar ko'paygan sari ijtimoiy tarmoqlarda katta va ishonchli kompaniyalar bilan bir qatorda qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar jarangdor nomlar ostida sifatsiz tovarlarni sotib daromad ham ko'rmoqdalar. Bu sizningcha to'g'rimi? Ba'zi odamlar reklama qilinayotgan mahsulot yoki tovar yaxshi bo'lgani uchun emas, balki u pul to'langani uchun maqtalayotganini mohiyatan to'la anglashmaydi. Bu borada biz poytaxtimiz aholisi orasida so'rovnoma ham o'tkazdik va yurtdoshlarimizga reklama qilingan mahsulotlarni sotib olganmisiz deb murojaat qildik. Dorilarni bilmadim, lekin oziq-ovqat mahsulotlari, umumiy kundalik uchun ishlatiladigan mahsulotlar ishonchli. O'zim bo'yim past bo'lgani uchun bo'y o'stiradigan dori olgandim. Effekt bermadi. Ishonchim yo'qoldi. Yo'q. Ishonmayman chunki onlayn hech narsa sota olishga. Har xil reklama bor-da, ishonchsizi bor. Reklamada 100% haqiqat bo'lmasa ham 90% haqiqat. Badiiy uslubda ham bor-da bo'rttirish. Reklamada ham 100% bo'ladi. Haqiqiy narsa reklamaga muhtoj bo'lmaydi, asl narsa. Albatta fikrlar turlicha, tanlov hammaning o'zida. Reklamani shunchaki ishonib qabul qilish emas, balki tahlil qilish ham kerak. Reklama tadbirkor uchun zaruriy vosita, u orqali daromad keladi. Demak, bu borada reklamalar orqali targ'ibot to'g'ri yo'lga qo'yilishi kerak. Ya'ni mazmuni haqiqatga mos bo'lsin. Shu o'rinda ma'lumot raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan ijtimoiy tarmoq va boshqa axborot resurslarida e'lon qilinayotgan reklamalarning qonunchilik talablariga mosligi doimiy ravishda o'rganib borilmoqda. Qo'mita tomonidan qariyb 8 mingga yaqin monitoring o'tkazilgan bo'lsa, shundan 182 ta holatda o'sha Vazirlar Mahkamasining 225-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan ish qo'zg'atilgan va tegishli tartibda chora ko'rilgan. 2 milliard 300 million so'mga yaqin moliyaviy jarimalar qo'llanilgan. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'payib ketdiki, pulingizni ko'paytirib beramiz yoki bo'lmasa har xil turdagi moliyaviy piramidalar, mikroqarzlar, lombardlar bugungi kunda juda ham reklamasi ko'payib ketdi. Qonunchilik talabi asosida shartnomalarning muhim sharti ochib berilmaganligi sababli noto'g'ri deb topilgan. Bazaviy hisoblash miqdorining 70 baravar miqdorida moliyaviy jarima solishga sabab bo'lgan. Reklama davlat tilida bo'lishi shart. Shuningdek, har qanday mahsulotning reklamasiga eng so'zini qo'shib aytish taqiqlangan. Tashqi reklamalarni berilayotganda tadbirkorlik subyektlarimiz tomonidan boshqa tillarda berish holatlari juda ko'p kuzatiladi. 1020 taga yaqin tadbirkorlik subyektlarga shunaqa holatlar bo'lganda 400 ga yaqini o'z bartaraf etilgan, bartaraf etilmaganlar bo'yicha ko'rsatmalar berganmiz. Reklamaga qonun tomonlama davlat tomonidan taqiq o'rnatilmagan. Uni faqat reklamani joylashtirish tartibiga rioya etgan holda joylashtirish belgilab qo'yilgan. Degan so'zni ko'p ishlatilgan bo'lib qoldi tadbirkorlar. Bu birinchidan boshqa raqobatchini faoliyatiga putur yetkazish, go'yoki u undan eng zo'ri degan ma'noni bildiradi. Bu qonunchiligiga zid hisoblanadi, chunki raqobat shaffof bo'lishi kerak. Shunaqa holatdan kelib chiqib 5 ta tadbirkorlik subyektiga qaror bilan tasdiqlangan nizom asosida ko'rsatma berilib, moliyaviy jarima qo'llanilgan. Reklama orqali har bir tadbirkor ishlab chiqarayotgan mahsulotlari yoki xizmatlarining afzallik jihatlarini ko'rsatadi. Ammo iste'molchini o'ziga jalb qilib olishda to'g'ri va halol yo'lni tanlash maqsadga muvofiqdir.